Assalomu alaykum. Ha, Gulnozim meni qizim tinchlikmi? Voy. Mana bolam shifoxonada. Nimaga u bog'chada edi lekin? Zaharlanadi. Nimadan zaharlanadi o'zi yaxshimi? Xo'p, hozir yetib boramiz. Voy, yaxshi bo'lsin-da. Ha, kecha bir qancha onalar farzandlari haqida xuddi mana shunday xabar eshitishdi. Chunki Toshkent viloyatining Bo'ka, Piskent tumanlaridagi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari zaharlanib shifoxonaga yotqizilganligi ma'lum qilindi. Tumandagi bolalar hammasi otravleniya bo'lgan. Tez yetib kelinglar, hammalaring qarashmaslaring bo'lmaydi. Qizlar uspet qilmayapti. Mana shu hamma kasal Piskentda bog'chasini. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 24-sentyabr kuni Bo'ka hamda Piskent tumanlaridagi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining salomatligida o'zgarish bo'lganligi sababli tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga murojaat qilingan. Aniqlanishicha, dastlabki tibbiy ko'riklar xulosasi asosida bemor bolalarga oshqozon ichak faoliyatini o'tkir buzilishi tashxisi qo'yilib, zaruriy muolajalar amalga oshirilgan hamda shu kunning o'zida aksariyat bolalarning sog'lig'i yaxshilanganligi tufayli uylariga javob berilgan. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining rasmiy Telegram sahifasida yozilishicha, bolalarning salomatligidagi o'zgarishga sabab o'sha kuni muassasalarga olib kelingan sifatsiz sut mahsulotlari bo'lgan. Bolalar ombudsmani rasmiy Telegram sahifasida yozilishicha, hozirda holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-1-moddasi 1-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mahsulot sifatli tarzda bolalarga yetib borishiga mas'ul bo'lgan barcha shaxslar bunday holatlarni nazoratga olishlari shart, zero keyingi safar bolalar bilan bunday hodisa sodir bo'lmasin.